Do'stlar, hammaga salom. Bugungi yangi videomizda biz anomaliyaga uchragan больницада ishlaymiz. Bugun har xil patsientlar kelishni boshlaydi. O'shalarni tekshirib, palataga joylashimizga to'g'ri keladi ularni. Xo'sh, mana biz Eris bilanmiz, do'stlar. Mana yana bitta sherigimiz bor. Xo'sh, mana keldi. Yuki kim deyapti? Men Yuki kimman deyapti. Xo'sh, siz mana appointingiz bor ekan sizda. Tak, dokumentini o'qib ko'ramiz. Rasmga olasiz. Keyin kofe ichib turamiz. Ko'raylikchi. Ha, kofe ichyapman. Kofe bizni bo'ldirish uchun. Beringlar qo'liga. Ko'rdik, endi buni beramiz. Yuring opa. Birinchi xonadan bu Yuring, deyapti. Olib ketinchi Eris uni kuzatib qo'yaman. Yuring. olib keting. Ha, o'ngga yurasiz. Biz nima qilamiz? Bu yoqda nimalar bor? Offline ekan, coffee brewing deyapti. Va bitta уже boshlanishdan kofe ichmasa bo'lmaydiganga o'xshab. Ha, ichasiz, ko'proq iching. Pulli ekan. Kofe pulli ekan-u, Eris. Pulli emas, tayyor bo'lsa bepul bo'ladi. Ha, tayyor bo'lsa bepul bo'ladi. Kim Hozir ekan bu biz yana? diagnoz Bu Eli qilyapmiz. ekan. Diagnoz qo'yyapmiz hozir. Hop, okey. Buni cheklayapman men yana bitta. Rasmga olish kerak ekan. Hop, mana rasmga oldim. Qorni og'riyapti ekan. Okey. Prinsipni nima qilamiz? Registratsiya qilib yuboraylik. Bitta men sizlarga hozir jo'natib yuboraman. Print qilib yuborib. O'zi basharalari ajoyib bo'ladi, ehtiyot bo'ling, shularga qarang. Emily Ryu menimcha cho'ta u yuzlarga nimalardir chiqib o'tgan. Ikkinchi Ha. uyda bo'laman deyapti Eris. Mana shu patsientimizni ikkinchi uyga olib kirsangiz agar siz. Bo'ldi, men o'zim qarayman. Bu joy biz menga nima deyapti? Krip beryapti deyapti. Qanaqadir unga yoqmayapti ekan. Cho'ta suchi Mana bu brat mana tuzalibdi, cho'tki bo'ldingizmi? Yuna kim? Bu yaxshi ekan. Hozircha mana bitta sherigimiz hozir davolab chiqdi. Mana buni analiz qilaychi. Siz ikkinchi xonada nima qilyapsiz, Eris? Hozir analiz qilyapman. Analiz nima deyapti? Hozir ko'ramiz. Ouch deyapti-yu, bu nimadir tiqdingizmi bunga shpritsda? Eris nima qilyapti? Mana hozir ko'ramiz. Mana analizlar chiqsin. Analiz bo'ldi deyapti. Ko'zlari Right qurib eyes qoldi. deyapti. Ko'zlari qurib qoldi. Ko'zi qurib qoldi. Bunga eye drop kerak ekan. Olib keldim. Ko'ziga bitta tomchi qo'ysangiz, ko'ziga tomchilatdingizmi? Mana patientni recover qilyapmiz hozir, o'ziga kelyapti. Doktor keldi. Mana doktor keldi. Mana doktorimiz keldi. Главный vrach mana keldilar hozir. Brat mana keldilar hozir. Tuzalibdi bunimiz. Berigimiz. Biz уже sizlar yangimisizlar deyapti. Yangimiz endi biz yangi kelganmiz. Bizga maslahat, agar narsalar sal nima bo'roq bo'lsa, I will fix up shutters and security cameras for you deyapti. Xo'sh, kameralarni sizlar uchun nima qilib qo'yaman deyapti. Hamma yoqda yopib qo'yaman, kameralar ishlaydi deyapti. Bugungi kun tugadi. Ikkita patsient bo'ldi bugun bizda. Zo'r bo'ldi do'stlar. Bironta anomaliyamiz yo'q. Excellent. Hozircha performansimiz excellent. Eris siz eng zo'r doktor bo'libsiz, Eris. Best Eris bo'libsiz siz hozircha. Qarang, mana bitta patsient keldi. Qo'rqinchli patsient keldi. Qarang bunga. Xizmat ko'rsating. Ikkinchi kunimiz, xo'sh, bu nima deyapti bu o'zi? Eris chek qilib yuboringchi o'zingiz nima? Buni qarang, nima qilyapti bu? Bu mana shunaqa nimalarda, bular anomaliyalarda уже checking patient deyapti. Xizmat ko'rsatingchi. Men uni oldiga chiqaychi. Eris agar u unaqa narsalar bo'lsa, menimcha eshikni yopish kerak deyapti. Bu joyda bas. Bu nimadir cho'ta shipka. Yoping eshikni. O'sha eshikni yopinglar. O ketyapti. Bo'ldi, oching, xizmat ko'rsating. Yangisi keldi, yana bitta. Krip keldi yana bitta. Buni ham ko'zlari yomon ekan-u. Martin Fuse deyapti. Okey. Nima bermayapti hech nimasini? Qani chek qilingchi. Ajoyib ekan bu. Nima deyapti? Qani bunga rasmga osh krip ekan. registratsiya qilyapman hozir bularni. Ochavering, xizmat ko'rsatavering bunga. Oching. Bekor unaqa qildingiz. Yopyapmi u? U yopyapti, u ketaverdi. Xafa bo'lib ketdi-da. Mu yopib yubordi, qayerdan mu yopib yubordi. Chumo.
Bilib bilmay nima yopyapti bu? Qurol sotib olishga nimamiz yetmas ekan. Bitta kameramiz уже o'chdi deyapti. Bitta magazin bor. Kamera bilan nima qilish kerak ekan? Unga xizmat ko'rsating. Yes! Voy voshi! Nima bo'ldi? Bu yoqda anomali turibdi-yu. Voy, kameraga qarang. Qarayapman. Ana qorami, uzun, bo'yi uzun? Ha, Mana ko'rdim. uni toza tuzish kerak deyapti. Mani qo'rqitdi. Voy. Kamerani tuzatish kerak deyapti. Kamera qanday tuzatamiz? Kamera menimcha bu tashqari. Mana kuyibdi mana. Mana bosib turibman men. Kamera fixed. Bo'ldi, mana kamera Tuzaldi. tuzaldi. Unga xizmat ko'rsata olmayapti-da, mana bola chiqib ketsa yaxshi edi nabir. Vosh o'zi qayerdan keldi o'zi? Ha bu yaxshi ekan, normal. Buni Eris olib keting siz anaqaga. Davolash kerak buni Eris. Va, O'zingiz olib keting. 4-xonaga ketdi. 4-xonaga olib Voy, keting. anu. 4-xonaga olib ketadi. Bo'yi uzun nima edi u? To'xtangchi. Hozir men bitta anomalini ko'raman. Yo'q, chotki. U ham u yaxshi menimcha. Unga hozir men bitta xizmat ko'rsatishim kerak o'zi. Ayam Lola deyapti, ha, Lolaxon. Xo'sh, sizga xizmat. Okey. Bering dokumentlaringizni. Qani ko'raylik-chi, nima bor? Bitta rasmga olaylik qani. Qani rasmingizni chek qilaylik-chi. Ha, siz normal ekansiz. Eris tayyor bo'ling. Bitta yana Lolaxonni olib kirish kerak. Bo'ldi, hozir ketyapman. Unga analizlarni chiqarib. Hozir Lolaxonni men narsalarni chiqarib beryapman, uni o'zi olib chiqib nima qiling. Bo'ldi, mana. Rash deyapti. Nima bu? Ichi o'tyaptimi? Birinchi xonaga olib kiring. Keling birinchi xonaga. Anomali kelyapti, Eris. Hatta Mana tashqariga chiqmanglar. bo'ldi menimcha ketaveribdi. Ketaveribdi-ya. Ha, ketaveribdi. Ochavering. Ritual bo'lyapti hatta. 4-xonadami? Ha, o'chirish kerak buni. Keling, yordam bering. Shamlarni o'chirish kerak. Bo'ling tezroq. O'ng qarang. Buni possession qilyapti. O'chiring. O'chirdik. Bo'ldi bu. Mana o'chirdik. Voy. Vaqtida ulgurdik. Vaqtida ulgurmagan. Kofe ichishimiz kerak, bo'lmasam o'lamiz hozir. Kofe iching borib. Keyingisini men ichaman. Bo'ldi, tuzaldi. Kofe tayyor bo'ldi deyapti. Birinchi xonada kasalimiz bor ekan. Вообще o kalla miyalar o'zi qizib qolgan. Qara 55% bordi. Agar menda 35% bo'lsa вообще o'zimizga kelamiz. Menda 35%. 65% o'zi menda miya hozir. 65% man bu kasalxona bizni nima qilmasa bo'ldi o'zimizni. Sirop kerak ekan bunga, sirop. Nima anu? Ayto. Yana bitta patsientimiz tuzaldi. Boshqa yo'q ekan. Okey, doktor kelyapti. Bugungi ishimiz hamchi tugadi. Doktor kelyapti, Eris. Kelinchi taqaga keling. Glavni uyga kelinchi. Hozir hatta bitta kasalimiz shu-yerda turmayapti-da. No facilities for you. Yangi bizga joylar ochildi menimcha. Supply demak bizga narsalar kelyapti, tushunasizmi? Stress beryapti bu ish bizga, Eris. Yangi narsa ochildi bizga уже yana. We have new supplies deyapti. Bizda yangi уже narsalar bor. Bugungi uyimiz tugadi. 3 ta patient treat qilib, anomalis bitta anomalini nima qilibmiz? Prevent qilibmiz, уже oldini olibmiz. Xo'sh, nima bu sakrayapti? Yana best Eris, siz o'zingiz yana yangisi zo'r bo'libsiz. Yana anomali bor ekan-u. Rahmat. Uni bitta ichib olishim kerak emas. I want to check in as a patient deyapti. Eris bu chota bo'lmaydi bu. Ochavering, buni ham ishlatavering, bemalol ishlatavering. Yo'q, bu anomaliga servis ko'rsata olmasligimiz kerak, tushunyapsizmi? Yoping bo'lmasa men shu. O, xizmat ko'rsatyapti jinni. U bilmaydi, qarang ahvolda, kamerada qarang. Voy, deyapti. Vahshiy-u. Agar bunga xizmat ko'rsatganimizda o'zi jinni bo'lib qolardik, bor-ku. Bo'ldi. Servis yangi patsient keldi. Mana bu menimcha yaxshi normalniy.
Men bitta kofe ichib olishim Endi give me kerak. coffee. I had a long day deyapti. Kofemiz bormi Eris bizda? Bu Yo'q. patsiyent bizga kofe ber deyapti. Kofe yo'q, 40 kofe sekund yo'q. kofeyimiz. Kofe yo'q. Kofe hech kimda yo'qmi? Kofe yo'q ekan, brat. Uzr endi. Kofe yo'q. Tezroq boshqa patsiyentlar kelish kerak-da. Kelmayapti. Kofe yo'q, menimcha mana bu servisni o'chiramiz bunga, bratga. Servis yo'q, ketavering. Bu nimaga o'chyapti? Kofe yo'q bizda. Nima qilyapsan, ey? Yoping, kofe yo'q. Ketaversin. Уже stress berib yuboryapti bu ishchini o'zi. Ama bittasini ochsak bunisi yopib qo'yapti. Yopma. Ha shunga kofe ber, yo'qol. Kofe berdim. Kofeni bering endi bunga. Bitta kofe ichgani shuncha politsiyaxonaga kiribdimi? Shunaqa odamlar bormi? Ahmoq ekanda, ahmoq. Patsiyentlar Bo'ldi, iching o'zingiz kofengizni. Patsiyentlar kelmayapti. Ana kamerada ko'ruvchi anomaliyalar yo'qmi bironta? Hozircha hamma yoq tinch. Pulingiz bo'lsa, mana undan Mana biror bitta narsalar kelyapti. oling xohlasangiz. Kelyapti hozircha. 114 dollar pulimiz bor ekan. Bu bratda nima bor ekan? 30 sekundda close bo'lyapti. Faster printer deyapti. Xo'p. Extra checking window deyapti. Pul yetmayapti-yu bunga sotib olishga. Nima bunga? Nimaga? Bu anomaliya ekan-u. Yoping eshikni. Oching bu anomaliya bas. Anomaliya-yu. Yo'q, bu anomaliya bo'lsa ham tuzatib pul olamiz-da bundan. Pul olishga o'zi asablarni ketkizib yuboradi bu mana. Kofe tayyor bo'lsa meni chaqiring-a. Kofe ichishim kerak. Kofe u I'm 98. here for my appointment. Hop, mana rasmga olamiz. Buni ko'ramiz. Basharasi yaxshi. Vроде. Tak. Registratsiya ketyapti. Registratsiya qilamiz. Bayjikingizni olamiz. Bayjikingizni beramiz. Oring endi 7-xonaga ketdi. DNA sample DNAni oldik. 7-xona kelyaptimi? Ha, mana bitta anomaliya. Anomaliya kelyapti. 7-xona. Bizda 7-xona yo'q-ku, Eris. Bor, bu taraf. 7-xona, oldidan u yoqda ekan, ha. Mana shu anomaliya. Tak 7ga kim 7ga nima gap? Wash your hands deyapti. 7da nima gap? Bu 7 xonani o'zaro qo'shib ekan-ku. Ana tozalab oldik narsalarni. Endi qani qo'yilikchi. Istamasini qo'ydik. Des nima bo'lyapti? 4-xonada уже ritual boshlandi yana. Bo'ling tezroq. 4mi, 6mi? 4. Tez bo'ling. Hozir 30 sekundda o'zi o'ldirib yuboradi, boru. Kelyapman. Hammamizni o'ldiradi. O'chdimi? Bo'ldi, o'ziga keldi. 7-xonaga qaraychi. Bu nima? Tozalash kerak-ku. Mana shu ekanda, qani bu to'chchini anomaliyada bu qattiqdir problemasi bor bu. Jim turmayapti-yu. Hard scan completed deyapti. Analizlar chiqardik. Diskka oldik. Tak, bunga herbs kerak ekan, asal va bol. Tushundim. Ikkalasidan. Xo'sh, okey, kichkina bo'lsam ham menda nimalarim bor edi. Men eshitaman, narsalarni ko'raman deyapti. Men stress berib yuboryapti bu gapirayotgan gaplari bor-ku. Bilamiz bu biz ishimiz naqaligini. Qo'rqinchli ishlari nima deyapti? Вообще qo'rqinchli nima deyapti? Xo'sh. Print ko'ramiz.
Print qilib qo'liga berib yuboramiz. Eris bu klientni olib kiring. Ketdi Eris. Birinchi xonaga ketdi. Eris qayerdasiz? Hozir men 7-xonadan patsient ko'ryapman. This place gives me a creeps deyapti. Bu joy menga anaqa beradi deyapti. Creep nima bo'lardi endi hozir creep. Qo'rqinchli, ajoyib. Yoqimsiz holat. Shunaqa joy. Xo'sh. DNA sample olamiz, check qilamiz. Xo'sh, siz hammasi joyida bo'ladi. Xavotir olmang siz. 55-52% уже men o'zimni ham o'zi meni oxirida mashqqa yotqizib qo'ymasalaring bo'ldi, eringiz. Sizda xullas dehydration bilan nima bo'lar ekan? Boshingiz og'riyapti ekan. Sizga hozir ikkita narsa berish kerak bo'ladi. Eris. Anomaliyani jinnisi bo'lyapti-yu. 6-xonada anomaliya bor-ku, Eris. Ha, o'zim kirgizdim, uni cho'ta nima bo'lmayapti-da, nima qilish kerak, shuni bo'lmayapti buni. Xo'p, mana Copy the sequences deyapti. ishlamayapti. Nima gap sizda? Nima gap sizda? Nima bo'lyapti? Shuni bo'lmayapti-da, copy the sequence. Nimani copy qilish kerak, qani? Hech nima ko'rinmayapti. Bu anomaliyada o'shanga. Bo'ldi, tuzaldi bu, bor-ku. O nima qilyapti? Mana jinnini haydab yorsak bo'lmaydimi? Eshikni ochib yopyapti ani. Şey bor, o'shan bor-ku. Yep, bilan buni shoxi bor ekan, ko'rdilaringmi? Ha, bu ish nima qilmaydi. O 5-xonaga boring. Endi cho'rta 6-xonamiz cho'ta nimadir bo'lyapti. 6-xonada hali ham nima bo'lmagan. Ha, mana shuni bosish kerak ekan. Qaysini bosdik? Avtor bilan. To'xta. Xullas, Sariq, 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 ya'ni pushti, yashil. Ikkita sariq, bitta pushti. Pushti, yashil. Bo'ldi. Chotki uni X-ray qilib oldik. Hozir quvlashi mumkin, ehtiyot bo'ling. Tugadi. Mana. O, brat. Ikkinchi tashqariga kompyuterda rezultatni ko'rish kerak, ering. Dori olib kelish kerak ekan bunga. Tak, bitta. Qand kam ekan, Canadian oshqozonida barg olib kelish kerak ekan. problemasi bor ekan. Xo'sh, ikkita maple syrup herbs olib kelish kerak. Sirop olib keldim men. Bo'ldi, bitta nimani olib keling? Herbsni. Herbs olib keldik. Boshqa patsient kelmayapti-da. Yo'q, bo'ldi. Mana shu bugungi ishimiz tugaydi, mana shu strategiyaga chiqazaversak. Bu anomaliyaga o'xshayapti-da. Bo'ldi. Bu tuzalyapti, hozir chiqib ketamiz bu yerdan. Xo'sh. Ana bizni bitta sherigimiz. Bu anomaliya ekan. Qarang. Nechinchi xona? O'ma sizga aytdim o'yinni boshida. Keling bu yoqqa tez, Eris. Eris bu yoqqa. Kirdi-yu. O'ma sizga aytdim o'shanga boshida Eris mana shu patientni unaqa qilmaylik. Sizni tuzatib bo'larmikan?
tuzatib bo'lmaydi. Yo'q, men o'zi qatyapman o'zi uni ustiga. Mana doktor ham keldi. May seem unstable deyapti. Xo'p, rahmat. Biron rafa bu. Choker berdi bizga. Endi do'stlar, hammaga xayr, bugun unga yetadi. Endi keyingi qismlarda ko'rishguncha, yana agar keyingi qismlar ko'rishni xohlasangiz, like va podpiska esdan chiqmasin. Xayr do'stlar.